Barchalarga assalomu obunachilar. Bugun payshanba va har doimgidek pochtadan va Division Rails'dan samosiyatlarni olganmiz. Va hozirda bizada 7 ta chat bor. Yana bitta match Division Rails, ya'ni ravni o'ynasam, shuni 10 bitta tarafga ko'paytiramiz. Jam bo'lib 10 bitta taraf ochamiz bugun. Hozir birinchi bo'lib, bo'lmasa bitta dona match qolgan. Shuni video boshidan shuni o'ynab qo'ysak, keyin sal qiziqroq o'pepaklar qilamiz. Shuni bitta yutsak bo'ldi. Bitta kuchsizroq odam tushib bersa zo'r bo'lardi. Agar bitta narsani o'ylab turgan bo'lsanglar, hali ham ravniydan bir hafta bo'ldi yengilanganiga ravniydan hali ham chiqmadim desalar, ko'p o'ynamayman ravniyni. Iloji boricha menejer mod yoki Division Rails o'ynayman. Va sizlarga xushxabarim bor. Ya'ni budjet, ya'ni emblema 1575 1580 bo'lib qoldi. Yana 120 taladan keyin emblema full bo'lsa, sostavim ham 126 bo'ladi. Bugun shuncha sunset, shuncha draft ochganimga yarasha normalniy yurib bersa emblema zo'r bo'lib ketadi hammasi. Videoni ovozini pasaytirib qo'ydim. Ovozim eshitilmayotgan ekan, kommentarda yozishibdi. Masalan, uzr so'rab qolaman. Anchadan beri video qo'ymayman. Bir haftacha bo'lib qoldi. Oxirgi marta juma qo'ygandim, oldingi juma. Va bir hafta bo'lar ekan ertaga rovni. Shundan keyin video qo'ya olmadim. Sal vaqtim bo'lmadi. Aytgancha fragmentga 119 Martinez kardini sotib oldim. Ya'ni 18 mingta fragmentga. Yaxshi o'ynalgan hozirchalik mana bu o'yinchi. Rashnik. Va safimni 3-4-3 ga o'tkazib oldim. Shu yaxshi sxema ekan. Makaleli 10 qanot yarim himoyada o'ynab berar ekan. Endi nasib qilsa yana ozgina fragmentga qolib zo'r Noyer. Ozgina fragmentga qolib yoki napadaющий olaman yoki chap qanot hujumchi olaman. Chunki ikkita 117 kartalar qolib ketgan eski. Shularni almashtira olmasam, overim hali beri ko'tarilmaydi. Ham tezroq bitta 120 o'yinchi olishim kerak. Menda umuman 120 o'yinchi yo'q. Bitta bo'lsa ham safim kerak 120 o'yinchi. Bo'lmasa hali beri 127 ta bo'lmaydi. Nima bo'ldi hozir? Offside-mi? Offside ekan. Mbappe sal o'tib ketibdi. Mbappe o'zi. Boshlaymiz. Pedri. Mbappe zo'r. Mbappe. Pulishishdan zarba, voy qaytarib yubordi. Kim bu? Vicario. O'g'ri pas varatar bo'lsa kerak menimcha. Lekin cho'tki save bo'ldi. Va internet ishlamay qoldi-yu. Hujumni qaytaraman. Davay zo'r. Zo'r, 1-1 chiqib ketdim. Buni qilamiz. Hop, gol. Gol. Cho'tki gol. Endi hozir harambal qilib polni zashti yotib olishim mumkin edi, mayli. Raqibga yoqmaydi umuman. Shuning uchun polni hujum o'ynaveramiz. Men 80-minutda kelsa o'sha zashti yotib olaman. Hozir nima bo'ldi? FK Valdi hakamlar qirtanag'ada bo'lar bo'lmasa narsa ishtirab berib borib. Shu vaziyatdan urib ketish mumkin hozir. Yo'q. Artık kuchsiz sopernik ekan. Yaxshi o'ynayolmas ekan. Lekin gol urib qo'yishga harakat qilyapti, lekin ura olmayapti. Yana bitta gol ursam bo'ldi. Buni oldinga o'tib ketgan bo'laman va yutish ehtimolim ko'proq bo'ladi. Ham bugun 11 ta 12 tacha draft ochsam, pul A ga 14 ta qolar ekan. Tezroq pul A ochadigan bo'lsam, keyingi sezonlarga sunset yig'ishni boshlayman. Chunki keyingi sezon yoki undan keyingi sezonlargacha yig'ib tursam, 200 ming, 300 ming ta bemalol bo'lib ketadi. Har payshanba bilasizlar. Har payshanbaning o'zida 15-16 ming ta sunset berilsa, endi boshqa joylardan
Sabit eventlarning ichidan hop shunaqa video bo'lishi mumkin. Va juda ham chiroyli gol. Seriz bo'lmasa ham qaychi bo'ldi. Yaxshi gol bo'ldi, masalan, Andreydan. Andrey ham zo'r o'yinchi, lekin almashtirgan Kemetiv lekin chista overall pastda sal. Shu 120 Andreyga sal harakat qildim. Bir chiqdi-yu 120 lik over kartasi. Jahon chempionati shunga harakat qildim, tushmadi. Va pullardan, mana shu yotgan pullardan 120 o'yinchini kutib qolaman. Lekin mayli 119 bersam, lekin 118 tushmasa zo'r bo'lardi. 118% ko'proq sal. O'shaning uchun bitta 120 tushib bersa, nur ustiga albatta nur bo'lardi, to'g'risi. Bappedan zarba va gol. Zerikib ketdimi gol urib. O'sha video ham 6 minut bo'lib qopti. Video sal uzunroq bo'lsa kerak menimcha bugun. Qiziqroq bo'ladi. Makalelelele. O'zi ochildi. Fint yaxshi, yo'q o'tib ketaman. Emre Can. 115 kartasi bo'lsa kerak Emre Canni. Hozirgi paytda bilsanglar agar Borussia Dortmund yaxshi o'yinlik ko'rsatyapti Emre Can ham. Martinez offside. Bildim shuni. Offside'ligini sezgandim, lekin voqealar bermaganiga offside emas deb o'yladim. Qizvormaydi bu ham boru. Zo'r o'yin qilamiz. Vartan chiqaramiz, qaytaramiz. Urib ketdi-yu Babur. Mayli. Yaxshi, Xayrixonga qarshi 4 ta gol urib qo'ygan ekan, yo'masa 1-0 2-0 yutayotgan bo'lganimda. Ketish mumkin ekan. Hoppa. Tasavvur qilamiz, agar hozir 1-0 yutayotgandan 1-1 qilib ketsa, qaning 90-minutgacha 2-1 qila olarmikanman. Tasavvur qiling, hozir 1-1 da. 89-minut. Necha minut qo'shib berar ekan? Qo'shmadi umuman. Va oxirgi minutda xotib qolar ekan, yaxshi urib qo'yibman. Yomon xotib qoldi lekin. Yomon asab bo'lardi hozir agar to'g'ri bir bo'lmaganda. Men pashti hech qaysi so'g'irani olmaganman. Hozir hammasini olib, draflarni yig'ib, birisi open pack qilamiz. Sizlar videoni oxirigacha ko'rib va hozirdan like tugmasini bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Fikringizni izohlarda yozib qoldirishinglarni so'rab qo'ygan bo'lardim. Chunki bu ko'proq odam ko'rishiga sal yordam beradi. Oxirgi payt videolarim aktiv sal tushib ketyapti. Shuning uchun hozirdan like bosib va komment yozishga harakat qilinglar. Va ligada yutqizamiz. Va FK champion. 10.000 sanset bilan 200 rank up eng kerakli sovg'alar. Rank up jamchi kerakli emas, chunki rank upimni ko'rib turibsizlar 10.356 ta bo'libdi. 40 dan olamiz. Aytgancha Mahmud Okilda yig'ilotdim sizlarda ham. Shularga ham ikkitadan 250 ta bor, Sabitani cheti ochib olamiz. Fragmentga Martinez olgan bo'lsam, o'shaning uchun kam turibdi hozircha. Bu yerdan aytgancha bugun Fransiya bilan Marokach o'ynaydi, kechasi tungi soat 1 da. O'shani kutaman salpal. Bu yerdan uchun o'ynab qo'yamiz, mayli. Lekin videoni ko'rmaymiz, chunki afterski bo'lishi mumkin. YouTube menga ban bera olishi mumkin. Va ligaga keladigan bo'lsak, 41 ga chiqamiz. Zo'r. 200 rank upimizdan ham oldik. Va hozir jahon chempionatiga chegiramiz. Va yangi chiqqan bosqichlarni ko'ramiz. Bu o'zi bor edi, adashmasam, bor edi bu, oldingi hafta keluvdi. Va bugun mana chiqqan Milestonni ham, hozir qaysini tanlashni bilmayapman. Fransiyani tanlaymiz, mayli. Hozircha Fransiya zo'rroq.
Va bu yoqda nima ekan? Oxirida 5 ta draft berar ekan. Mayli, kutamiz nima bo'lishini. Bu yetayotgan joyim mana Mystery Drop. Bunga 250 taga bitta pak ochasizlar, ya'ni bu yerda ham pul A, pul B, pul C degan narsalar bor ekan. Jam bo'lib hozir 13 ta ochibman. Sizlar nechta ochdinglar, nechta ochdinglar, kommentda yozib ketinglar. Tugatganlar bormi o'zi buni? Va bundan ham 2 ta ochib olamiz. Birinchisiga prezeli tranka bo'ladi, normalniy. Va ikkinchisi 100 ta samas etib bersa ham zo'r bo'lardi lekin. Yetmish 75 ta fragment. Mayli, yaxshi. 25 ta qolibdi jami tugatishimga. Va ko'pincha pul C'dan tushgan, pul B'dan 500 samaset, 113, 114, 113, 114 yana. Mana bunaqa ko'pli degan stiker. Mana nima deyiladi shu narsa. Mana bu yana bitta narsa chiqqan bu yerdan, oxirgisi. Spotlight Pix degan narsa chiqibdi. To'g'ri o'qidimmi? Spotlight Pix. Bu yoqda bitta o'yinchini tanlar ekan. Men masalan kimni tanlasam ekan? Stones tanlasam ekan. Kanate. Mayli, Kanateni tanlayveramiz. 116 o'yinchi Kanateni o'zini berar ekan va xudo xolasa bugun emblemani full qilar ekanmiz. 1615 ta bo'ldi. Ibrohim Kanate. Menimcha bu karta ko'tarilsa kerak 118 gacha agar yutsa, finalda ham yutsa 119 gacha ko'tarilish ehtimoli bor, agar adashmayotgan bo'lsam. Va bu yerda ham ko'rib chiqdik. Hozir 100 ta samas yetmayapti. 12 ta ochishimizga qatdan olsak bo'lar ekan. Hozir menimcha reklama ko'rsa kerak, boshqa imkon yo'q. Bitta reklama ko'raveramiz, mayli. YouTube'dan bermasa bo'lsa tezroq qilishga harakat qilamiz. Bu nima reklama ko'rsam mashinasi chiqadi, yig'adigan narsa. Tezroq tugatsa o'zimizga yaxshi. Va bu yoqda 300 ta fragment bilan 100 ta fragment. Eng kerakli sovg'alardan bittasi. Va draft ochishga ketdi. Hozir bizda 11 tacha draft bor. Qaysini ochsak ekan? Bitta buni qilib tashlaymiz. Davay. Bismillah. 1625 yurdi. 114 Tanaka. Taragan tushmadi uni o'rniga. 1625. 113 Tiara. Yana bitta yurmadi. Pul B'ga ham ozgina qolibdi, 5 tacha. Bitta 10 talik bosib yuborardim-u, video sal qiziqarliroq qoladi. Bitta ochgan qiziqarliroq, o'zinglar ham bilsanglar kerak. 1630. Voy, qizil yurdi. Oltin. Egipet. Paratar. Voy. Voy, uxladi-yu. Mana kerak emas itiziga boru. Vosh kerak emas edi-yu. Hozir nima deyishni bilmayapman men. Pul A tushibdi. Bitta 119 yoki 123 bermaydimi? Odam ochishsa ham kelmay qoldi to'g'risi.
Yana bitta ochib beramiz. Mayli, faqat buni emas, buni ochamiz. Mashpak ochib ko'raylik. Bu ham ado bo'ldi. Endi sanasiga tegamiz, mayli polni. Va akkauntimiz bittanisidan xursandman. Akkauntimiz 126 ko'rinishida. Bu chotki. Buni admin ketadi endi. Bu 3,5 fragmentga yoki bitta o'yinchiga admin qilaman. Bu yerda nima bor ekan? Tugatgan ekanman. Bo'ladidan 118 tushib qo'ygan yomon bo'ldi. Mana bo'lsa ham nasib. Zato 126 qoldi akkaunt. Bo'ldi, bugungi video shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Yoqqan bo'lsa like bosib, menga albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.